Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Brokeji kanali. Do'stlar, bugungi videoda biz Free Fire'da bitva otryad rejiminde tolka mush bilan o'ynaymiz. Tolka qo'l bilan o'ynay olamiz, o'ynay olmaymiz ko'ramiz. Hozir o'shanda biz jo'nadik. Do'stlar, esli bizning kanalda birinchi yol bo'lsangiz, конечно, like bosib, bizning kanalga qator qo'yishni unutmaysiz. Basa do'stlar, bizning kanalda 200 почти 300 подписчик bo'lib qolib turib, 260 подписчик bo'lib qolib turib, barchangizlarga cho'ng rahmat aytayman. Hozir o'shanda biz mont turg'izdik. Endi keyingi meni dushman topshirish kerak ulardan o'shanda biri qolib turib, hozir bu yoqda yuribdi, hozir o'shani o'ldirishimiz kerak. Bot o'xshaydi, toshnalar bot o'xshaydi. Bilmayman biroq, hozir bizni sheriklar o'ldirib qo'ydi ana. Hozir ham keyingisine ketdik. Bizga hozir o'shanda hech narsa kerak yo'q. Bizga stena kerak. И nima javoshimiz kerak, короче, o'shal. Ikkinchi raundda jang olamiz, jang olmaymiz ko'raylik-chi. Keyingi videoni neni tartayın do'stlar, конечно, kommentariyada yozib qo'yingizlar. O'shal. Do'stlardan bir so'ranchim, men tartaymiz, tartpay qo'ymoqchi aytib qo'yingizlar, baqinday tolka kill qilib. Tolka cheshka или shunday tartaymiz, tartpay qo'yingmi? O'shani aytib qo'yingizlar. Короче, hozir biz bo'lajak, hozir alar bizde alar bizning memelarda, короче, sheriklarni tatib biri jatib qoldi, alardan da biri jatib qoldi. Hozir bu yerda yuradi. Ada dробовик o'xshaydi do'stlar. Hozir bizni sezmayapti deb ko'ting. Bu yoqda biri o'ldi, ikkinchisi de o'ldi. Bizga avtomat ta'lim qoldi, ham harakat qo'yishimiz kerak hozir. Harakat qo'yib bizga hech narsa kerak yo'q bizga. Nima kerak bo'lsa bo'ldi. Sena menenlar quloq deganday. Все. Bomba albalı qo'ylar. Bomba kerak edilar yo'q. Bomba zачем bizga? Hozir короче shunday. Shotda 2-0 ekan. Нормально bo'ldi. Quloq bilan o'ynash o'ng'aydi, lekin нормально, короче. Да. Do'stlar, короче, давай 60 лайк totib berib qo'yingizlar-chi, 60 лайк. Вот, ketdik, короче. Bu yoqda bir o'ynat qilib qo'yib turib, bizdan nimani? Hozir buni urdik, ikkinchisini biroq atib qo'ydi уже. Hozir o'shunday vaqtda yurib biri qoldirlar. Qoldi, shunda biri azam, все понял, bu yoqda yurib. Bu yerda o'tirib olibdir. Bizni ko'rdi bu, ko'rmaydi o'xshaydi. Ko'rmaydimi u? O'ldi, все. 3-0 do'stlar, 3-0. Красава, просто. Все. Hozir o'shanda shu raund jengsak уже jengimiz. Jengimiz qo'mda, jengimiz короче. Ularning barida bot o'xshaydi chota. Do'stlar, endi deganda jengim qo'yadi. Bisiklarda bot qo'y. Bilmayman, короче. O'shal. Tak, hozir biz bu yoqqa boraylik. Shu raundda jang qo'ysak, o'shanda 4-0 bo'layotganda, o'shanda jengsakda ham jang olsak bilmayman, короче. Oy, bu yoqda bir yuradi. Uralabizmi? Biroq чего? Biroq tiyinlar ne bo'lib qoldi bilmayman, честно. Hozir biz bu uyga kirib patishga jo'ysak, hozir bir asali o'lib qolishimiz mumkin. O'shal, короче.
Бул жакта бирөө жүрөт, азыр ошол бизди өлтүрбөсө болду. Давай, чего тебе надо? Что? Авеме атып коюптур достор. Ой, офигеть. Офигеть. Аве менен бизди атып коюптур, честно. Кантип атып койду экен билбейм. Азыр биздин мемелер атып атат, аракет кылып атат деп эле баштайм. Короче, биздикилер баары эле бот экен. Өлдү бирөө. Азыр ошондо ушул толка ушул калды да ошондо бирөө, Алардан экөө жыгылып калыптыр. Зона келип калды уже. Каяка барат экен? 2 киши калды. Все понял. Алардан бардыгы эле зонада калып өлүп калды окшойт, менимче. Ой, могул таза жеңип салды го бардыгына. Красавчик. Ай. 4-0 жеңдик, достор. Азыр ошондо биз 6 кишини өлтүрүпбүз, достор. 6 киши. 6 километр. Достор, видео жакса, конечно, лайк басып коюңуз. Видеонун аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат, достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Всем пока. Вам удачи.